Hammaga salom. Bugun rolikimizda oyoq kiyimlar haqida gaplashamiz va qaysi biri oyoq kiyim yaxshi, qaysi biri yomon. Oyoq kiyim bizga 40 tezlik beradi va faqat mana bu oyoq kiyimdan tashqari, chunki bu 65 tezlik beradi va har bitta oyoq kiyimi passivkasini va oyoq kiyimlarning qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomonligini aytib o'taman. Birinchi navbatda bu oyoq kiyim yomon. Nega? Chunki bu faqat bizga ma'ni to'ldirib beradi. Hozirgi paytda ma'ni to'ldirish bu shart emas. O'shaning uchun bu oyoq kiyim musor va hech qachon olmanglar. Mana bu oyoq kiyim juda ham yaxshi. Bu bizga tezlik beradi va kontrolga qarshi 35% yana tezlik beradi va bizga jon to'ldirishimiz uchun 12 plus beradi. Xo'p, va uchinchisi bu oyoq kiyim ham musor. Bu oyoq kiyimni juda ham kam odamlar oladi, faqatgina miyada o'ynasanglar olishinglar mumkin. Bu bizga 40 tezlik beradi, hamma oyoq kiyimga o'xshab va 15% tezroq otishimizga imkon beradi. Faqatgina shu. Va bundan keyingi oyoq kiyim bu magichskiy oyoq kiyim. Magichskiy giroylarga olinadi. Bu juda ham yaxshi. 40 tezlik beradi va 15% magichskiy sila beradi, kuch va magichskiy 10% gina chisti uron beradi. Bu juda ham yaxshi. Aimingga, misol uchun, uroni katta magichskiylarga olsanglar bo'ladi, magichskiy giroylarga va menga yoqadigan tanklarga olsanglar bo'ladi, alfaga ham olsanglar bo'ladi. Bu oyoq kiyim nima beradi bizga? 40 tezlikdan tashqari 10% gina ultamizni qisqartirib beradi. Bu juda ham yaxshi va 150 qo'shimcha jon beradi. O'yinni boshidan bizda 150 jon bo'ladi qo'shimcha. Mana bu bizga anti-kontrol oyoq kiyim deyiladi. Buni olishlar ham yaxshi. Buni asosan leslar oladi. Bizga magichskiy защита beradi. 40 tezlikdan tashqari 18 magichskiy защита va 25% ga kontrollarga qarshi anti-kontrol beradi. 25% ga. Chista anti-kontrol bo'lmaydi, lekin 25% ga qo'shimcha beradi. Bu ham leslar olsa bo'ladi. Bu oyoq kiyimni ham maslahat bermayman. Chunki fizический защита 18 beradi, 40 tezlik va qanchadir foiz uron o'tmaydi. 3 sekundgina. Bu juda ham zo'r oyoq kiyim emas. Fizический uron 20 gacha oshar ekan passivkasida. Bu oyoq kiyimni ham maslahat bermayman. Top 3 ta oyoq kiyim, tezlik bizga anaqa bu mana shu. Bu bizga ultimate ochib beradi tezroq. Bu bizga magichskiy kuch beradi, bu bizga tezlik beradi. 3 ta oyoq kiyimni tanlab olsanglar bo'ladi. Bu ham yaxshi. Bu buradan keyin. Hammaga xayr. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.